Yangi Hayot tumani Sputnik 16 da 285-maktabning yonginasidan ko'ryapsizlar 5 qavatli uyi 4-qavatida 4 xona hujjatimiz bo'yicha 41.96 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan tayyor xonadonimizni obzorga kelganmiz. O'rtoqlar, uy bilan tanishamiz, oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, uy bilan tanishamiz. Asosiy kirish qismi ko'ryapsizlar, eshik, koridor va hammaxonaga razdelnik kirsak bo'ladi. Chap qo'lda zal ko'ryapsizlar. Buni yonginasidan yotoqxonaga o'tsak bo'ladi. Uyi remontiga e'tibor beringlar, prosta shikarni remont qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, kirganimizda o'ng qo'lga qaraydigan bo'lsangiz, bitta yotoqxona ko'ryapsizlar. Buni yonginasida yana bitta bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanyapti hozirda. Xo'p, kladovichnilari, xo'p, bu tomonda razdelniy sanuzel. Hojatxona, hammom ko'ryapsizlar. Bu tomonga qaraydigan bo'lsak, oshxona. Oshxona ham o'zgartirilgan, o'tirib choy ichishlik uchun sharoitlar qilib qo'yilgan, veranda tapchanlargacha qo'yilgan. Bu tomonda kuxonniy mebellarini chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan ekan. O'rtoqlar, narxi keladigan bo'lsa 74500, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi.